ko'mishni ko'rsatib beradi mana. Assalomu alaykum, hurmatli bobonlar jamoati. Mana noyabr ham oxiri bo'lib qoldi, dekabrga kirib qoldik. Kunlar yaxshi. Yuzim ko'milmagandir. Hozir eng o'ng'oy, eng выгодный variant ko'mishni ko'rsatib qo'y. Mana qaranglar. Menday qilib transheyni kesib qazisizlar. Bu 1-2 yillik menda yerga jota turgan yuzimlarga. Даже 1 yilliklar ham bo'ladi. Uje 3 yil, 4 yilliklar ham agar yerga tushsa, tushirib ko'p bilan ko'msa bo'ladi. Agar menda yergacha jotam desa, menda transheyni qazib, mana qaranglar. Transheyni qazib, menda bossa o'zi jotib beradi mana. O'zi normalniy jotib beradi. Menda jotganda mana yergacha tegizib, mana где-то 10-15 sm mana. Shuni bunday qilib ko'mamiz. Mana oxirini ko'mganda menda bitta kirpich yo'q bir narsani qo'yib qo'yamiz. Shu atmetka. Shu yoqdan qazishni boshlaymiz-da, keyin izlagan. Bo'ldi, dalshi ketaveramiz. Bu yoqda mana jonidan menda o'tqorib ketilaveradi mana. Bu yoq unday bo'ldimi? Keyin sled dushi mana, sled dushi mana o'zi chuqurroq qilib tomirini oldan qilsa mana o'zi jotib beradi. Mana. O'zi normalniy jotib beradi. Bu yog'ini ham bunday qilib ko'mib ketilaveradi. Mana yotdi. Bu yoq ko'milib ketilaveradi. Dalshi bu jog'ida shunday mana sekin anday qimlatib hali qilsa mana jotadi. Ketmen deb kelmayapti. Ko'mgil. Ko'maver. Butunda bir ikki tevib qo'ysam ham bo'ladi. Mana sol yana antiproqdi. Oldu mana sho'ntib qozib shunday ko'mib qo'yamiz, bo'ldi. Atmetka qilib qo'ysak qayerdaligi, qayerda boshlandi, qayerda bitdi. Shu mendan bergin ketmenda. Mana ko'mib qo'yamiz, mana suv to'pto'la turgan quvashimiz kerak. Menda ozmas endi ko'tarib imенно mana shu ko'milgan yerda bunday qilib ko'tarib qo'yamiz. Bo'ldi, mana shu meni ko'miladi. Shu meni martda boshlarida ertaroq ochish kerak. Chunki mana kun teganda, men yer qiziganda mana shoxlari pangdab ketmaslik uchun picha chilladan keyin ertaroq martda boshlarida ochsak bo'ladi. Shu hurmatli bobonlar, bunday qilib yuzimlarni ko'mib qo'ysak bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizga iyilik, jontilaringga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa like dan bosamiz. Podpiska etmaganlar podpisatsiya etib qo'yamiz.